Hyundai Grandeur Calligraph versiyasini oqidan so'raganlar bormidi? Mashinamiz 2025-yil 2-oyda ishlab chiqarilgan, 4200 probegda atigi. Xo'p, mashinamiz CIP Tashkent $32,800 yetib boradi va rastamoshka to'lovi qancha desanglar, rastamoshkasi 16,000 plus minusda chiqadi mashinamiz. Mashinamizni oldi lekin juda ham unikalniy qilib ishlangan ekan. Oldidagi optik farali lekin o'ta ham boshqa tema. Ko'rib turibsizlar, mashinaga bitta qaraganda yana bitta qarashga majbur qiladigan ekan akalar. Akalar, mashinaga o'tirganimizdan keyin chap tarafimizda ko'rib turibsizlar, qora koja va rul, cruise control, multimediani boshqarish uchun va My Drive. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, Drive mode, ya'ni Drive mode to'rtta rejimda boshqarsa bo'ladi. Eco, normal, sport va My Drive. Ya'ni buni o'zingizga moslab olsanglar bo'ladi. Qanchalik tez yoki sekin yoki eco rejimda ishlashiga bog'liq. Xo'p, mashinamiz mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda climate control boshqarish uchun va bu yoqda bardachokda joyimiz bor va ikkita suv qo'yib ketish uchun joyimiz. Va mashinamiz juda ham tiniq holatda.